Bolalar, bugungi videomiz Timur haqida bo'lib o'tadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar sizlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylagan umiddaman. Ko'pchilik Titan perverkasini bilmasdan va oddiy игрокка o'xshab o'ynamasdan, prosta Titan perverkasini bilmasdan video o'ynashib, Timur yutganini chiqaryapti Instagramga. Bu narsa to'g'ri deb o'ylaysizlarmi? Hozir ko'pchilik Instagramda qo'yadigan narsasi Timur paytidan o'tib ketdimi? Timur slabey bo'lib qoldimi deyshadi. Aslida unaqa emas. Timur formasida. Prosta tak hozirgi игрокlar soft, VPN, cheat, yana boshqa alobatlarla, aimbotlar, boshqalar bilan o'ynashyapti va hamma streamerlarning asabi buzilyapti. Bundan hech kimni demo o'ynagiz kelmay qoladi. Mana sizlarga birinchi isbotim. Timur 2019-yil, 2020-yil, 2021, 2022, 2023, 2024-yilgacha qancha hamma quvvatlar bo'lgan. Timur o'zi noldan ko'tarilgan odam. Hozirgi streamerlar chiqadigan bo'lsa, kimdir yutib qo'yishi, VPN bilan soft bilan yutib qo'yishadi, uje nominat yo'q ketish kerak. Bu xato narsa-ku.